Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz obunachilar, aziz kuzatuvchilar, sensor dachiklarini bitta-bitta yechib tozalab, pramivka qilib, katalizatorlarni yuvib tozalab, pramivka qilib, mabodo katalizator yoki dachiklar kuygan bo'lsa, erigan bo'lsa, ularni alishtirib, mana shunaqa ko'ryapsizlarmi, yorilib, treshna berib ketgan katalizator akalar. Shunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, olinmaslik aloqaga chiqib, podpiskalarga atmayotgan gumulatinglar va skidkalarga, bonuslarga ega bo'linglar. Masalan, sensorni dachiklarini 350 mingga tozalaymiz u katalizatorlarni pramivkasi ham 350 ming so'mga bo'ladi akalar. 700 ming so'm bilan hamma ishini bitirib beramiz mashinani. Mashinada ular obnovleniya kompyuterning diagnostika zabrozlari bilan bo'ladi akalar. Xo'sh, ko'rib turgan katalizatorimiz ikkinchi Maliboniki, bu yerda ikkita Malibu ochilgan akalar, ikkalasi ham shu problema bilan chek yongan, rasxod ko'paygan va shunday har xil zaharlilar chiqib, mashinada salonda benzinni hidi anqiydigan. Mana shu ko'rib turgan katalizatorlar hammasi akalar, Liboy mashinaga tushadi, ko'ryapsizlarmi? Inomarka BMW, Mercedes, Hyundai, Ford, o'zimizda Chevroletlar akalar. Kiyalarni, Hyundailarni xohlagan vidlariga katalizatorlarimiz bor akalar. Chilonzor 10-kvartal, Farxatskiy zapchast bozor ro'parasi. Ekranda telefon raqamlari bor, aloqaga chiqinglar.